Bu go'zal ishimiz egalariga nech pulga tushganini bilib olish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Albatta narxini aytib o'taman. Bizni navbatdagi obyektimiz Toshkent Qibray Selxoz instituti ro'parasidagi mahallada bo'ldi. Bu joyga optik hisobda $7000 katta darvoza, yuqorisiga kozirok va 6 ta reshotkalarimiz derazalarga o'rnatib berdik. Darvoza polностью premium klassda qalin baquvvat materiallardan hozirgi современный stilda bogатый holatda qilingan. Har bitta detallariga, mayda-mayda detallarigacha qalin materiallar ishlatilgan. Yon qismida 12 ga 12 3,5 stenada turibdi. Yuqorisida ham 12 ga 12 profillardan foydalanganmiz. Tagida 12 lik shiveller joylashtirilgan. Polностью qanot atrofida 8 ga 6 seriyalini 2/1 profillari qo'yilgan. Hammasi force holatda, ideal holatda ishlangan, haqiqiy professional ustalar tomonidan yasalgan. Yuqorida shanel qismi ikkita qo'yilgan, sababi katta darvozaning razmeri eniga 460, yonidagi qosh qismlari bilan 510 ga aylangan. Yuqoriga bo'yi 380, korona qismi bilan 420 bo'lgan. Darvoza tashqariga ochiladi, ichkarida joy egallamaslik uchun chiroyli yechim bo'lgan. Eshigini chap tomonga ichkariga ochiladigan qilib berganmiz. Yuqorida skvojna joylari bor, havo aylanishi uchun, yorug'lik uchun juda chiroyli yechim bo'lgan 14 kvadratdan chiroyli gul yasab berganmiz. Kozirogimiz eniga 550, oldiga chiqishi 210. Darvozani quyoshdan, yomg'irdan, qordan, shu suvdan защита qilish uchun juda chiroyli, go'zal holatdagi yechim deb o'ylayman. Katta deraza reshotkamamiz va pastida podvoli forchka qismiga ham chiroyli high-tech variantdagi hozirgi kunda современный, скромный, ko'rinishi bogатый bo'lgan reshotkalarni qo'yib berdik. Bu videoni temir ishlari bor yaqinlarga borib qo'ysanglar bo'ladi.